Asbob-uskunaga suvda olish uchun video qo'llanma. Avvalo, online-mahalla.uz saytiga kirasiz. Subsidiya uchun arizalar bo'limini tanlaysiz. Tizimga ETSP, ya'ni elektron raqamli imzo orqali kirasiz. Agar sizda elektron raqamli imzo bo'lmasa, uni olish tartibi quyidagicha. Dastlab yeimzo.soliq.uz saytiga kiring. Elektron imzo olish bo'limiga kiring. Saytda ko'rsatilgan instruksiya orqali kalitni oling. Undan so'ng elektron kalitingizni tanlaysiz va parolni kiritasiz. So'ng ariza qoldirish tugmasini bosasiz. Qanday rolda davom etishni tanlaysiz. Ana undan keyin davom ettirish tugmasini bosing. Doimiy yashash manzilingizni kiriting, telefon raqamingizni kiriting. Chunki siz kiritgan raqamga SMS kod yuboriladi. Davom ettirish tugmasini bosing. Faoliyat turini tanlang deyilganda, siz jismoniy shaxs sifatida deb belgilaysiz. So'ng kambag'al oila a'zolariga o'z faoliyatini boshlash uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalarni xarid qilishga sudani tanlang. Suda miqdori 50 bazaviy hisoblash miqdorigacha, ya'ni 20 600 ming so'mgacha hisoblanadi. Tadbirkorlik yoki o'zini o'zi band qilish faoliyatida siz faoliyat yuritmoqchi bo'lgan yo'nalishni yozasiz. Masalan, qishloq xo'jaligi yo'nalishini. So'ng sudani qaytarish muddatini belgilang. Eslatib o'tamiz, asbob-uskuna bo'yicha sudani qaytarish muddati 3 yilgacha. Undan keyin zarur asbob-uskunani turini yozing. Masalan, motoblok. Mahalliy xo'jaliklar identifikatsiya kodini kiriting. Asbob-uskuna nomini yozing. Asbob-uskunani parametrini kiriting. Agar asbob-uskuna boshqa bo'lsa, plyus tugmasini bosib, ikkinchi, uchinchi va ketma-ketlikda kerakli asbob-uskuna nomini kiritasiz. Arizani tayyorlash tugmasini bosasiz, telefon raqamingizga kelgan SMS kodini kiritasiz. Confirm tugmasini bosasiz. Arizangiz yuborildi. Arizangiz holatini online-mahalla.uz saytidagi shaxsiy kabinet orqali kuzatib borishingiz mumkin. Shuningdek, har bir o'zgarishlar bo'yicha telefon raqamingizga SMS xabarnoma kelib turadi.